Mana hamma orzu qilib kutgan daqiqalar yaqinlashyapti. Mana hamyurtimiz dunyoning eng kuchli bokschisi Hasanboy Do'stmatov ringga chiqib kelyapti. Hamyurtimiz Hasanboy Do'stmatovga omad tilaymiz. Hasanboy olg'a, butun O'zbekiston san bilan. Olg'a Hasanboy. Hasanboyda juda ham zo'r tayyorgarlik bo'lgan. Zborlarda zo'r krosslarda, juda ham zo'r o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tib keldi. Hasanboy ishonchimizni oqlaydi albatta. Olg'a Hasanboy. Olimpiadada juda kuchli bokschilar yig'ilgan edi, lekin Hasanboy qattiq tayyorgarlik qilgani uchun barchasining ustidan g'alaba qozonib, ulardan ustun kelgan. Aynan bu jang ham ko'rinib turibdi, raqibi Hasanboyga qarshi yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, lekin Hasanboyning zarbalari aniqroq. Men o'ylaymanki va ichishimdan tilagim Hasanboy bu jangda ham g'alaba qozonib, birinchi ushbu musobaqada g'olib bo'lishini chin ko'ngildan tilab qolaman. Dunyo hakamlari barchasi har bir Hasanboyning jangidan keyin Hasanboy to'g'risida juda oliy bir fikrlarga ega bo'lgan, har bittasidan Hasanboyning Olimpiadada bo'lgan g'olibligini to'g'ri baholashib, kubokka loyiqligi aniq bilingan Olimpiadada. Hamyurtim sifatida hamda bu Hasanboyni yoshligida o'zim shug'ullantirganim sifatida hakamlik xonasida xursandchiligingizni oshkor eta olmaganingiz sababli tashqariga chiqib ichishimdan baqirib juda xursand bo'lganman buni g'alaba qozonganiga. Hozir viloyatimizda juda ko'p sportchilar shu Hasanboy izidan borishga intilishyapti, qattiq harakat qilishyapti. O'ylaymanki, kelgusida Hasanboyga o'xshagan Olimpiada chempionlari juda ko'p chiqadi. Nafaqat bizning viloyatimizda, butun O'zbekistondan.